O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda dollar kursi yana oshdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 7-aprelda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 26,76 so'mga ko'tarilib, 12.947,20 so'm bo'ldi. Yevro kursi esa 30,04 so'mga tushib, 14.222,50 so'm bo'ldi. Rubl kursi esa 0,14 so'mga pastlab, 153,38 so'mni tashkil etdi. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.